O'sha O'zbekistondagi trakovoy kompaniyalarga e'tibor boshqacha. Violation'ni remove qildirganmiz ham bir necha marta. O'sha paytdagi hamma haydovchilar hozir kamida 3-4 ta trak bilan owner bo'lib ketgan. Hech qanaqasiga bilmaymiz-ayu, HOS violationlarni data-ku qilish qiyin. Lekin mana safety managerlarning ishi yengillashadimi desiz, yengillashadi deb o'ylayman. To'g'ri, tupoy bo'lmasanglar, karyeranglar faqat tepaga intiladi, chaqqon bo'lish kerak. Вот именно HOS driver'i shipping documentslari, hamma kiritadigan informatsiyalari har doim to'g'ri bo'lishi kerak. Ko'pincha haydovchini o'zi kiritish kerak bu narsani, o'zi spesial o'zi kiritish kerak. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Barchangizni bizning podkastda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Qimmatbaho vaqtingizni ayamay shu dasturimizga tashrif buyurganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Efirda esa Trakchilik podkasti. Hop, bugungi mavzu safety departmentga bag'ishlangan bo'ladi. Safety u logistikani yuragi degan mavzuni tanladik. Nimaga aynan safety desanglar, bunga javob juda ham oson. Mashina o'tirgan hamma safety departmentda ishlaydigan xodimlar bilamiz, vaqti juda kam, bo'sh vaqti juda kam bo'ladi har bir safety specialistni. Xudoga shukr, bugun ozgina vaqt topib shu podkastga tashrif buyurishdi Sherzod Muhammadjonov va Jaloliddin Esonov. Bugun aynan shu odamlar bilan safety mavzusida suhbat o'tkazamiz. Ya'ni nimaga shu AQShda kompaniya mustahkam safety bo'limsiz o'z faoliyatini yurita olmaydi, o'zi safety department qanaqa rol o'ynaydi kompaniyada va undan tashqari nimaga safety departmenti faoliyatidan ko'p narsa kelib chiqadi. Ya'ni reytinglar, safety scorelar kompaniyani faoliyati va xatolarni ustida ishlashi va hattoki haydovchilarni oladigan maoshigacha bog'liq bo'lgan ishlar haqida gapirib o'tamiz. Va bugungi birinchi savol o'zi safety u nima? Safety ichilar nima qiladi? Har bir kompaniyada o'zi safety specialist degan odam bor, lekin ko'pchilik bilmas ekan. Mana dispetcherlarimiz ko'p, dispetcherlar bilamiz nima ish qiladi, updaterlar bor, lekin safety unaqa ko'p bo'lmaydi. Savol, o'zi nima qilasizlar? Birinchi o'rinda safetyda o'tiradigan bolalar o'zi nima qilayotganini bilmaydi. Xo'p. Еще раз hammaga assalomu alaykum. Как и в прошлом подкасте. Oldingi podkastda aytganimdek eslatib o'tmoqchiman. Menga rus tilida gapirish osonroq bo'ladi. O'zbek tiliga tarjima qilib, subtitr yozib qo'yasizlar. Savol: umuman olganda, safety bo'limi nima uchun kompaniyaga kerak? Birinchi navbatda safety kompaniyaning nafaqat yuragi, balki avvalambor tracking sohasida ishlaydigan kompaniyalarning miyasi va nervlari. Chunki safety kompaniyadagi barcha departamentlarga aloqador. Ya'ni har bir bo'limga qanaqadir taalluqli joyi bor safetyning. U boshqa departamentlarga ham kirib boradi. Sherzodga? Assalomu alaykum. Avvalambor katta rahmat ikkinchi sonidagi ham taklif qilganingiz uchun. Agar in a nutshell aytadigan bo'lsak, Jaloliddinning gapiga qo'shilaman. Safety bu shu kompaniyani miyasi deb bo'lsa bo'ladi, to'g'ri. Safety to'g'ridan-to'g'ri tarjimasi o'sha hammamiz bilamiz, xavfsizlik. Bu safety nimaga, shu kompaniyada nimalarga javob beradi degan savolga bo'lsa, shu kompaniyani xavfsiz faoliyat yuritishiga javob beradi desa bo'lsa kerak. Nutshell qisqa qilib aytganda, regulator bor, FMCSA, Federal Motor Carrier Safety Administration. Shu US Department of Transportation, ya'ni o'sha DOT bu umbrella department deb bo'lsak, uni qoshida o'sha agentство bor, o'sha FMCSA regulator. O'sha regulator nimalarni set qiladi, tartib qoidalarni to'g'ri joriy qiladi va o'sha carrierlar, ya'ni o'sha bizga o'xshagan trak kompaniyalarni o'sha qanchalik darajada shu xavfsiz ish yuritayotganini, o'sha faoliyat yuritayotganini nazorat qiladigan tashkilot. U tashkilot bilan
u tashkilotni o'sha qo'yilgan o'sha hamma tartib qoidalariga o'sha safety menejerlar javob beradi. O'sha yangiliklarni kuzatib borish kerak, qanaqa yangi qonun qoidalar joriy qilinyapti, o'shani обязательно kuzatib boradi. Endi o'sha hiringdan boshlab o'sha inshuranslargacha driver kompaniyadan ketishigacha da chiroyli xayrlash chiroyli xayrlashigacha safety baribir javob beradi. ketsa kimdir. Shunaqa Ya'ni bo'lib turadi. driver kelib ketishigacha shu FMCSA qoidalariga rioya qilgan holda ishni yuritishga javob beradigan odam baribir safety specialist bo'ladi har bitta kompaniya, tushunishim bo'yicha, to'g'rimi? Xo'p, mana bitta qiziq savol bor. Har bitta safetyda ishlaydigan xodimni ishi o'zi qanaqa boshlanadi har kuni? Qanaqa boshlanadi va qanaqasiga o'tadi? Men o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, chunki har kuni safetyda ishlaganimga qancha 1 yil bo'ldimi? Shu 1 yil davomida har kunim kayfiyat tushishdan boshlanadi. So'kishishdan boshlanadi. Nimaga? Chunki har kuni nimadir bo'lib qoladi, lekin ishimiz shunisi bilan qiziq, har kuni qanaqadir yangi hodisa yuz beradi. Hech qachon ko'rmagan narsalarimiz ham bo'lib qoladi-da. Shuni hisobiga birinchidan biz hayron qolamiz, keyin kayfiyat tushadi, keyin уже biz yuk yo'q olib yurishmi? Hamma narsani tartibga qo'yib ishga kirishib ketamiz. Lekin hech qachon plan bo'yicha, tartib bo'yicha ish bo'lmaydi. Nimaga? Chunki spontaniy nimadir bo'lib qolishi mumkin. Avval aytganimdek, u oxirgi tun davomida sodir bo'lgan hodisalarni Yo, bollarni deganda kim u? Dispetcherlarmi? Aytganimdek, даже, например, voqeasi даже в диспетчинге, да, есть, как я ранее сказал, есть вот часть safety тоже. Например, kompaniyani aytaylik, safety score qanchalik yomon bo'lib, ko'tarilib ketgan bo'lsa, ma'lum bir brokerlar o'sha shu kompaniya bilan ish faoliyatini olib bormaydi. Вот они не берут с ними грузы. Получается, непосредственно к диспетчерам тоже вот safety имеет отношение. Вот это хотел дополнить в первую очередь. И Kunga kelsak, yuqorida aytib o'tganimdek, u oxirgi kechada sodir bo'lgan har qanday hodisalarni tekshirishdan boshlanadi. Masalan, baxtsiz hodisa, avariya bo'lishi mumkin yoki bir narusheniya qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Nasha bilan Gapimni hadeb bo'lganing uchun rahmat senga. Balki men chiqib turarman, ha? Вот. Qarang, siz o'z ishingizni bilasiz, lekin buni qilmayapsiz, tushundingizmi? Yo, men qilaman. Ish ko'p-da. Albatta. Yomon raqqosga Xo'p. Bo'ya aytganimdek, kun safety xodimi ofisda bo'lmagan paytda oxirgi 12 soat ichida sodir bo'lgan har qanday hodisalarni tekshirish bilan boshlanadi. Shundan so'ng safety bo'limiga tegishli bo'lgan ochiq keyslar va vazifalar ustida ish boshlanadi. Masalan, bir necha hafta yoki oy oldin qandaydir avariya bo'lgan bo'lishi mumkin. Bizning trak yo'l transport hodisasiga tushgan yoki 3-shaxslarga zarar yetkazilgan. Hodisa qayerda va qanday sharoitda sodir bo'lganiga qarab, ma'lumotlar sug'urta kompaniyasiga yuboriladi. Sug'urta kompaniyasi tomonidan vakil tayinlangach, biz u bilan birgalikda ushbu keys ustida ishlaymiz va uni yakunlaymiz. Bundan tashqari, boshqa turdagi keyslar ham mavjud. Masalan, hozirgi paytda DataQ bilan bog'liq masalalar juda tez rivojlanmoqda. Deylik, haydovchi yuk bilan harakatlanib ketayotgan bo'ladi va qandaydir sababga ko'ra, ehtimol ofitser tomonidan aniqlangan qoidabuzarliklar tufayli yo'l postida to'xtatiladi. Natijada haydovchi qoidabuzarlik, ogohlantirish, texnik nosozlik bo'yicha qayd yoki umuman e'tirozsiz inspeksiya olishi mumkin. Bu tekshiruv darajasiga va officer trakda, treylerda, yukda yoki haydovchining o'zida qanday kamchiliklarni topganiga bog'liq bo'ladi. Ushbu hisobotlar bizga kelib tushishi bilan biz ular bilan ishlashni boshlaymiz. DataQ bu FMCSA tizimidagi maxsus dastur bo'lib, u trak kompaniyalariga safety score'ni e'tiroz orqali pasaytirishga yordam beradi. Agar soddaroq qilib aytsak, FMCSA portalidagi ushbu servis orqali kompaniya o'z xavfsizlik reytingiga ta'sir o'tkazishi mumkin. Bu esa bevosita kompaniyaning obro'si, barqarorligi va rivojlanishiga ta'sir qiladi.
Umuman olganda, har bir kompaniyada safety bo'limining ishi turlicha bo'ladi. Safety xodimlarining o'zi ham bir-biridan farq qiladi. Ba'zi safety mutaxassislari hujjatlar, tekshiruvlar, ballar va hisobotlar bilan juda yaxshi ishlaydi. Ular ko'proq kamgap bo'lishi mumkin, lekin mazmunni diqqat bilan o'qiydi va to'g'ri tahlil qiladi. Yana bir turdagi safety xodimlari esa muammolarni asosan telefon orqali hal qiladi. Bunday holatda xarizma juda muhim. Nega? Chunki ba'zan umuman notanish odam qo'ng'iroq qilib, sizning haydovchingiz bunday qildi, unday qildi, men ofitserga shikoyat qilaman, politsiyaga murojaat qilaman deb aytishi mumkin. Bunday vaziyatlarda xohlaysizmi yo'qmi, tinch va madaniyatli tarzda gaplashishga to'g'ri keladi. To'g'ri javob topib vaziyatdan chiqish kerak. Kechirasiz, biz bu masalani o'rganib chiqamiz va qo'limizdan kelgan barcha choralarni ko'ramiz deb aytish muhim. Yaqinda shunday holatlardan biri bo'ldi. Bu ham ishning bir qismi. Bundan tashqari, brokerlar bilan bog'liq vaziyatlar ham uchraydi. Masalan, trak buzilib qolsa, haydovchi yo'ldan adashib qolsa, hujjatlar bilan muammo bo'lsa yoki haydovchi non-domiciled bo'lsa, hatto shunday holatlarda ham to'g'ri muloqot qilish va vaziyatni boshqara olish juda muhim. Umuman olganda, menimcha safety xodimi uchun xarizma juda katta ahamiyatga ega. Endi qo'pol qilib aytganda, safety chiroyli qilib quloqiga tepishni bilish kerak. Ну, с одной стороны, quloqiga tepish emas, это нужно уметь законно quloqiga tepish. Da. O'zi savol nima edi? O'zi sizni ishinglar nimadan boshlanadi? Ishinglar nimadan boshlanadi? Masalan, Johnny tugatib qo'ydi. Johnny Jaloliddin aka Johnny, Sherzod aka Sean, Umid, Will. Daucha. Da. Nimadan boshlaymiz? Will gaplashdingizmi driver bilan deyman-da. Violation olgan bo'ladi kimdir. Violation olgan bo'ladi 100% driver. Qayerdan bilaman? Telefonim kimdir yo update yo fleet qaysi department tag qilgan bo'ladi. Uchalamizdan bittamiz, uchalamiz tag qilgan bo'ladi. O'sha Кстати, мы вместе работаем, да. Kimdir violation olgan bo'lishi mumkin, kimdir inspection qilib o'tgan bo'lishi mumkin. Violation bo'lsa keliblar shu ishga kelib umid gaplashdingiz driver bilan yoki fleetdagilar bo'lsa fleet gaplashdinglarmi? Nima muammo ekan? Unaqa violation olibdi degan savoldan boshlanadi ko'pincha. Shu. O'zi mana hozir biz violationlar haqida gaplashdik, bahs hodisalar haqida gaplashdik. O'zi potensial xavfli haydovchilarni o'zi qanaqa kuzatib boramiz? Mana shunaqa savol bor-da. Mana bilamiz, kalla qo'yishi mumkin. Shuni uni olib chiqqan rekruter kallasiga urdi. Da, o'zi bu, конечно, lekin birinchi navbatda o'zi shu haydovchi bitta xato qilgandan keyin baribir nazorat ostida bo'ladi. Shuni qanaqasiga nazorat ostida ushlab turamiz biz? Shu savol qiziq bo'lishi mumkin. Misol, hamma kompaniyada shunaqa haydovchilar bor baribir. Ano gap bor, o'z bo'ladi, nima bo'ladigan bola boshidan ma'lum. O'sha yo'q, u balu boshdan asosiy. Da, unaqa desa ham bo'ladi. Potensial unaqa xavfli haydovchilarni oldindan aniqlash juda muhim. Ya'ni bizda o'zi yana o'sha gap, o'sha FMCSA belgilab bergan anaqa bor tartib-qoida bor, joriy qilingan o'sha imенно mana shu ishga qabul qilish mana shu hiring processda har bitta driverni rekordlarini pull qilamiz. MVRni pull qilamiz, to'g'rimi? MVR rekordlarini ko'ramiz, PSP rekordlarini ko'ramiz. O'sha employment verification qilish kerak. Ana o'shanda baribir kelib chiqadi driver qanaqaligi, qanchalik safeligi, yo'llarda qanaqa yurishi, eski kompaniyasi bilan qanaqa ishlagan, eski kompaniyasining qanaqa feedbacklari bor u driverga. Telefon qilganingizda bari aytishadi, to'g'rimi? Yoki Tan Streetdan yuborsiz ham ana requestni baribir to'ldirib berish kerak. O'shanda bilinadi u haydovchi qanchalik safe yoki safe emasligi. O'shanda baribir yana qo'shimcha qilib o'tib ketsa bo'ladi. O'sha safety managerlarda veto power bor. Final say baribir safety managerlar aytadi. Ya'ni oxirida hamma narsa zo'r bo'lib turib, safety yo'q, men bu haydovchini mana shu sabab tufayli ishga olmayman desa,
baribir ko'proq safetyga yon boqishadi, to'g'rimi? Da. Afsuski, biz umuman olganda O'zbekistonda joylashgan kompaniyada yuk tashish haqida gaplashamiz. Chunki bu haqda do'stlarimiz orqali eshitamiz. Men barcha kompaniyalarimizda shunday deb aytmasdim, lekin ko'pchiligida muammo aynan yollashda. Masalan, yollovchilar bor, men sizga qarshi hech narsam yo'q albatta, lekin ko'plab yollovchilar faqat qo'ng'iroq qilishlari kerak va ular aslida nima haqida gapirayotganlarini tushunishmaydi. Masalan, agar siz yollovchidan MVR ni tekshirishni so'rasangiz, PSP ni tekshiring, hamma ham buni qila olmaydi va umuman olganda ular haydovchini qanday yollashning to'g'ri tartibini ham tushunishmaydi. Buning tuzilishi va ketma-ketligi bor va asosiy muammo yollovchilarda. Ular gaplashganda asosiy narsa tajriba. Yuradilar qisqasi va tamom. Ular yollashadi, yuk mashinasini berishadi va odam bilan ketishadi. Lekin bu birinchi navbatda kompaniyaning o'zi uchun katta Ularning xavf tug'diradi. KPI shunaqa set qilinganda. Da. Per hired driver bunday summani oladi. Shuning Lekin- uchun ularni interesida o'sha driver tezroq ishga chiqib ketishi, xayr bo'lib ishga chiqib ketishi. Qo'shimcha qilaman. Men uchun ideal rekruter bu update sohasida ishlagan rekruter. U dispatchda tajribaga ega va fleet safety haqida asosiy tushunchaga ega. Bu rekruter ochiqchasiga aytganda haydovchilar bilan suhbatlashish va kamroq muammoli haydovchilarni topishda juda yaxshi bo'ladi. Nima uchun? Chunki u haydovchiga shunchaki rekruter sifatida qaramaydi. U haydovchiga updater, dispatcher, fleet safety sifatida qaraydi. Masalan, agar ular updater bo'lsa, telefonda gaplashayotganlarida va haydovchining mas'uliyatli emasligini ko'rganda bu qanday ishlaydi? Masalan, u haydovchining hujjatlarini so'raydi, lekin haydovchi vaqtida jo'natmaydi va xuddi shunday narsa yuk qabul qilish paytida ham sodir bo'lishi mumkin. Masalan, ulardan yuk xatini yoki tirni jo'natish so'ralgan va u bularning barchasini o'z vaqtida tashlab berishiga kafolat yo'q. To'g'ri. Nafaqat safety va balki boshqa bo'limlarning ishini biladigan odam, imенно rekrutingda ishlaydigan kompaniyani safetysiga foyda olib kelgan bo'ladi Да. deb aytsa bo'ladi. И сразу большие риски тоже могут Da. быть. Да. Chunki Jaloliddin aytganidek, yaxshi haydovchini ishga olmasa, ya'ni javnaqa tajribasiz deylik, javnaqa zo'r haydaydigan haydovchi bo'lmasa, u safety departmentga, ya'ni xavfsizlik bo'limiga baribir ko'proq ish tug'diradi. Da. Shu narsani biz tushunib o'tishimiz kerak. Shuning uchun ishga olayotganda baribir rekruterlar ham safetyni ozgina bo'lsa ham tushunish kerak. Hamda safety departmenti ishi shundan iboratki, baribir rekruterdan keyin olinadigan ishni baribir u monitor qilib, rekruter qilgan ishni baribir o'rganib chiqadi. Любой kompaniyada shunaqa. Chunki nimaga? Baribir qog'ozbozlikka, dokumentatsiyaga hamma narsa taqaladi. Rekruter haydovchiga jo'natadigan dokument baribir safety tomonidan tasdiqlanadigan narsa. O'shanga Speaking of recruiters, qo'shimcha qilib o'tib ketmoqchiman. Mana o'sha Jaloliddinning gaplariga bir nechta kompaniyalarga chaqirishganda anaqaga именно mana shu safety bo'yicha, compliance bo'yicha konsultatsiyaga desa bo'ladi. Konsultatsiyaga chaqirib turishadi. Asosan shu safety scorelar bilan ishlaganim uchun. Shu borganda ko'rganman, o'sha kompaniya nomini aytmayman. O'sha borganda ko'rganman, o'sha kompaniyalarda ularning biznes modeli faqat shu owner operatorlarga qilingan, yo'naltirilgan. O'zlarida umuman trak bo'lmaydi. Hali kompaniya traklar yo'q, faqat owner operatorlar. Shu 20-30 talab anaqa rekruter olib tashlashgan. Shu 20-30 ta rekruter o'tiradi. Faqat cold callingda u yoqdan bu yoqdan leadlarni olishadi, telefon qilishadi. Shu maksimalni kuniga kamida 3-4 ta driver chiqarish kerak-da ular. chiqarish kerak, topish kerak, chiqarish kerak. Topish kerak, endi chiqarish kerak. Topganingizdan keyin baribir anaqa navbatma-navbat ketaveradi-yu, chiqaradi o'sha driverlarni. Endi uni orasida o'sha unqualified driverlar baribir o'tib ketadi-da. O'sha safety managerlar bilan gaplashganimda ham ulardan 3 ta 4 ta MC bor edi. Bitta safety manager, masalan, biz o'zimiz 3 tamiz, to'g'rimi? Bitta ham 3 ta cho'lamiz hamda safety da ishlaymiz. U yoqda bitta. Tushunishingiz uchun endi 3 ta MC, 3 ta 4 ta MC, bu yoqda 20 talab rekruter.
har xil driverlar o'tib ketib qoladi и ana o'shalarda bilmadim nimaga endi ularda biznes modeli faqat shu ownerlarga dependent bo'lgani uchun menimcha veto power yo'q. Tushunyapsizmi? Ya'ni finansiyaga safety aytolmaydi, yo'q bu driver olmaysan deyolmaydi. И ana o'sha kompaniyalarda safety bilan juda katta muammolari bor. Ko'rganman и public informatsiya-yu anaqaga saferda ham ko'rsatib bo'ladi. Anaqani carrierlarni safety rekordlar safety skorlarni emas, o'sha violationlarini, ana measure'larini ko'rsatib bo'ladi. Juda bir yomon ba'zi kulgili violationlari to'lib ketganda o'sha carrierlarda. И so'raganman, nega xayr qilishyapsan desam, yo'q, boshqa iloji yo'q. Chunki endi ularni ham tushunsa bo'ladi. Agar o'sha driverlarni chiqarmasa, kompaniya uzoq aniq qila olmasligi mumkin. Uzoq faoliyatga olib bora olmaydi. Lekin shunda hamda bu paradoksda bilmadim. Chiqarsa ham uzoq faoliyat olib bora olmaydi, to'g'risi. Birinchi anaqagacha-da, aksidentgacha. Birinchi aksidentgacha. Rekruting muhim. O'zi mana shu hozir biza safety score haqida gapiryapmiz. O'zi ko'pchilik qiziq bo'ladi-da, o'zi safety score nimadan iborat, ko'proq nimaga e'tibor berishadi. Misol, nechtadir kriteriya bor o'zi safety score ko'tarib yuboradigan, o'zi nechtadir показатель bor. Misol uchun unsafe driving bor bilaman. Basics deyiladi. Shu narsa o'zi nimadan kelib chiqadi? O'zi nima basiclar bor? Nima ta'sir qiladi ularning ko'tarilishiga yoki tushishiga? Да. Давай в первую очередь начнем вот unsafe driving. Unsafe drivingdan boshlaymiz. Kompaniyaga taalluqli unsafe driving bu barcha moving violations. Moving violationlar bu nima degani? Bu haydovchi yuk tashish paytida yoki transport vositasini boshqarish paytida sodir etgan qoidabuzarliklari. Bu tezlikni oshirish, yo'l chizig'ini bosish, to'xtash belgisi bo'lishi mumkin. Bu tashish va haydash bilan bog'liq har qanday narsa bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, vehicle maintenance. Vehicle maintenance bu qanday sizlarga to'g'riroq tushuntirsam ekan? Bu yuk mashinasining texnik holati. Ofitser yuk mashinasida jamoat xavfsizligi uchun xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan nosozlik topsa, bu transport vositasining texnik holati bilan bog'liq qoidabuzarlik hisoblanadi. Masalan, fara yormayapti, ballonlari yomon holatda yoki tormozlar yaxshi ishlamayapti va hokazo. Kompaniyaga ta'sir qiluvchi yana bir juda muhim omil bu avariyalar yoki yo'l transport hodisalari. По результату Agar yo'l transport hodisasi sodir bo'lsa va xudo saqlasin, albatta, kimdir baxtsiz hodisada vafot etsa, xoh u sizning haydovchingiz bo'lsin, xoh boshqa transport vositasining haydovchisi bo'lsin, bu darhol sizning safety scoringizga, basicsga va crash indikatoriga kiritiladi. Это сразу же попадает в ваш safety score. И попадает в этот basics, и это попадает в crash indicator. Вообще в целом Aslida men bu yerda safety sohasida ishlaydigan va ko'p tajribaga ega bo'lmaganlar uchun foydali ma'lumotlarni bermoqchiman. Скажем так, достаточно опыта. In any accident, да, в любых авариях, Har qanday avariyada agar baxtsiz hodisaga aloqador transport vositalaridan biri один из, грубо говоря, транспортных средств, который был в аварии, это один трак. yuk mashinasi, tirkama yoki boshqa avtomobil bo'lsin, Другая машина, if anyone get towed from a scene, если кого-то эвакуатором kimdir voqea joyidan evakuator bilan olib ketilsa, bu to'g'ridan to'g'ri sizning safety scoringizga kiritiladi. И в этом случае ребята, которые Xavfsizlik uchun mas'ul bo'lgan yigitlarga aytmoqchiman, any driver, any vehicle which was removed from a scene, like towed from a scene, driver needs to be sent to the drug test, post-accident bu holda haydovchini darhol giyohvand moddalar testidan o'tkazishlari kerak. Тесты на наркотики. И alkogol. Ha, va albatta alkogol. Alkogol 8 soat ichida topshirish kerak, narkotik 32 soat ichida, 32-34 soat ichida topshirish kerak. Menimcha 24 soat ichida yaxshi. 24 soat ichida. Agar buni qilmasangiz, ta'bir joiz bo'lsa, tushuntirish tayyorlashingiz kerak. Masalan, haydovchingiz nima uchun giyohvandlik testidan o'ta olmagan? Bu shart, chunki bu talab qilinadi. Bunga keyinroq to'xtalamiz. Bular kompaniya o'tkazadigan auditlar. Keyin biz HOS, ya'ni xizmatdan tashqarida haqida gaplashishimiz mumkin va bu haqida gapirishini men sizga ishonib topshiraman. Umid, ты сам можешь сказать. Вот, HOS bilan mana shu hours of service, ELD juda ham o'zi muhim mavzu. Logistikada nimaga baribir hamma ma'lum bir vaqt yurishi mumkin.
O'zi HOS nima deb tushuntirib bera qolaylik. HOS o'zi nimaligini tushuntirib beraman. O'zi yomon qiyin podkast qilamiz-da, borib bir tarafdan hozir shunaqa terminlarni gapirdi, birinchi marta ko'rayotgan odam xo'p deydi-da, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Tushuntirib o'taman. Kelinglar bir hikoyani aytib beraman. Agar adashmasam 2019-yilda edi. Bu mening ishimning boshlanishi edi. Men Farruh va Shahzod u yerda o'tiribmiz. Ular mening do'stlarim. Ular ham logistika sohasida ishlaydilar. Biz ishimizni tugatgan edik va shunchaki kofe ichib o'tirgan edik. Menejerimiz kirib keldi. O'sha paytda menejerimiz Aziz aka edi. Ular kirib kelib, biz IFT qilishimiz kerak deydi. IFT bu hujjat. Har bir shtatda ma'lum miqdordagi gallon dizel yoqilg'isidan foydalanganingiz uchun to'laydigan soliq. Taxminan aytganda bu yoqilg'i solig'i. Biz u yerda o'tirgan edik va u kirib, biz IFT qilishimiz kerak deydi. Uchalamiz unga qaradik. Xo'sh, bu nima dedim. Shunchaki tushunishingiz uchun biz 1 soat ichida IFT nimaligini, uni qanday qilish kerakligini, uni nimaga qo'shib yeb bo'lishini bilib oldik va uni topshirdik. Shuni aytmoqchimanki, men nima demoqchi edim? Nimaga safetyda ko'p terminologiya? O'sha paytda podkastimizni tushunmagan bo'lardim. Men o'zim ham allaqachon chalkashib ketganman. Baribir safetyni o'zi nima ish qilishini biz sodda qilib tushuntirishga harakat qilyapmiz baribir. Hours of service ga keladigan bo'lsa, o'zi hours of service nima ko'pchilik bilmasligi mumkin, ya'ni logistika sohasi bilan endi tanishgan odamlar o'zi ELD, HOS nimaligini tushunish uchun sodda qilib tushuntirib beraman. Logistikada Amerikada traktor yurganda ma'lum bir soat bo'yicha yurish mumkin. Ya'ni trak haydovchisi bitta smenasi 14 soat davom etishi mumkin. 14 soat faqat smena bo'ladi. Shu 14 soat ichida 11 soat haydasa bo'ladi. Ya'ni shu driving hours hisoblanadi. Savol tug'ilishi mumkin. Mana 11 soat tugagandan keyin mana shu yana 3 soat raznica qilib haydasa bo'ladimi? Yo'q, haydasa bo'lmaydi. 3 soat nimaga ishlatiladi? Borib yukka olganda shu ketkazadigan vaqtda tam to'xtab zapravkada nimadir qilib olishi, kirib trakka to'g'irlab olishi, mana shu narsalarga 3 soat ketib qolishi mumkin, lekin shu 11 soat biza haydashga haqqimiz bor. U ham podrяд 11 soat hayda olmaymiz. Ma'lum bir vaqtdan keyin 8 soatdan keyin yarim soatga to'xtab dam ol deydi o'zi. Breyki bor. Breyki bor o'zini qonun aytadi. Sen dam ol, sen charchading deydi. O'shanga Qonun aytadi. Qonun aytadi buni. ELD monitoringda o'tirganlar emas. Endi savol tug'iladi. To'g'ri, mana shu 11 soat tugagandan keyin bo'ldi smena tugadi. Qonun bo'yicha 10 soat har bir haydovchi dam olish kerak. U bitta smena shunaqa qilib o'tadi. O'zi haydovchini bitta sikli, o'zi cycle deyiladi, 70 soatga mo'ljallangan. Bunday logikani ishlatib o'ylab ko'rsa 70 soat bir haftaga cho'zib ishlatish kerak bo'lgan vaqti. Ya'ni bir hafta ishlagandan keyin 70 soat cycle tugagandan keyin 34 soat haydash mumkin emas. Lekin bu yerda bitta narsa borki, mana shu o'zimiz o'zbek akalarimiz ham, boshqa davlatlardan borgan haydovchilar ham hammasi bizga aytadigan gapi, ukam, men bu yoqqa ishlagani keldim, dam olgani kelmadim. Men bu yerda kayf qilayotganim yo'q. Shuni hisobiga ma'lum bir o'zini yo'llari bor. Shu narsani sal to'g'rilab olishimiz mumkin. U degani 11 soatdan sal ko'proq yurib olishi mumkin. Bir ikkita akalar bor, kuniga bir kunda bor 24 soat emas, 25 soat bo'lganda bor, 25 soat yurardi. To'g'ri, shunaqa joylari ham bor. U degani to'g'ri, qonun bo'yicha 11 soat yurishimiz kerak, lekin zarur joy bo'lib qolishi mumkin, yuk yonib turgan bo'lishi mumkin. Shu joyda sal yordam berib yuborishimiz mumkin. Lekin bitta narsani aytib o'tish kerak, safety jihatdan bu juda ham xavfli hisoblanadi. Ya'ni baribir o'zingizlar yurib ko'rgan bo'lsanglar, 8 soatdan ko'p yursanglar podrяд, baribir organizm ancha charchaydi, odam charchab qoladi. O'shanga sal xavfliroq. Undan tashqari HOS dan bu violation, ya'ni narushение oladigan bo'lsa, uni hech qanaqasiga to'g'rilab bo'lmaydi. No, hech qanaqasiga demaymiz-ayu, no ELD violation mana bundan oldin ham
out of topic gapirib yubordim. DataQ bilan HOS violationlarni DataQ qilish qiyin. Success rate yomon past. Endi biz o'zimiz ham qilib ko'rganmiz, hozirgi kungacha qilib kelamiz, qo'ldan kelgancha. No, ofitser o'sha driver logbookini, o'sha hours of service ni tekshirayotganda, o'sha 8 kunligi download bo'lgandan keyin, skachat bo'lgandan keyin u yerda hech qanaqa o'zgartirish kirita olmaysizlar. Уже hech narsa, masalan, aytaylik, nimadir to'ldirmay qolib ketgan bo'lishi mumkin haydovchi. Там, не знаю, shipping documents, deb trailer pritsep raqamini kiritmadimi. O'sha narsalar tushadigan bo'lsa, siz politsiya ofitser olib bo'lgandan keyin qulf tushadi sistemaga. Xuddi o'sha indikatorlarga siz o'zgartirish kirita olmaysiz. Uni siz DataQda o'sha aytaylik, ofitserni qarorini диспют qilayotganingiz, то, что ты веришь в то, что ты считаешь его решение неправильным, либо недостоверным, ты за это и борешься, и пытаешься убрать этот violation с твоего рекорда. HOS yomon qiyin, ELD departmentdagi ukalarimiz iltimos sizlardan вот именно HOS driver shipping documentslari, hamma kiritadigan informatsiyalari har doim to'g'ri bo'lishi kerak. Ko'pincha haydovchini o'zi kiritish kerak bu narsani, o'zi spesial o'zi kiritish kerak. No, bizda ko'pincha bilaman, monitoringda o'tiradigan bolalar o'zlari kiritib yuboradi, driverni sertifikatsiya qo'yib qilish kerak emas. Qilib berdiyaptimi, o'zing qilib olib urish kerak, chunki sizlar haydovchida yaxshi bilmaysizlar-da. Masalan, agar update team bo'lsa, o'sha driver bilan gapirishadigan bolalar, ular sizlar bilan cooperate qilsa-da, ishlasa qila olasizlar. No, endi sizlar har bitta haydovchinikini gruppasiga kirib, nima yuk qilyapti, qaysi yukka olib ketyapti, nima trailer, seal, no, o'zinglarning vaqtinglarni ketkazasizlar. Undan ko'ra tinchgina o'sha narsani нужно постепенно делать так, чтобы водители сами это делали. HOS tushundik. HOS nimaligini tushundik. Keyingi muhim bo'lgan narsa bu driver fitness. Shu gapirib o'tdik. Driver fitness kategoriyasiga asosan qanaqa violationlar tushadi? Ya'ni CDL suspended CDL bilan yursa yoki medical card expired bo'lsa, haydovchilik guvohnomasida qachon suspend bo'lib ketadi? Driverlar u ham juda ko'p bo'lib turadi mana shu. Agar MVR monitoring yoqilmagan bo'lsa, sizlarda nima bo'ladi? O'sha driverlar qachondir citation olgan bo'lishi mumkin. O'sha esidan chiqib ketadi. Citation olgandan keyin court date o'sha yarim yil, 1 yildan keyin ham belgilab qo'yadi, to'g'rimi? O'sha driver esidan chiqib ketadi. Safety ham o'sha qilmagan bo'lsa, o'sha xabar olmagan bo'lsa, o'sha case nima bo'ldi, nima qo'ydi, xabar olmagan bo'lsa, o'sha driver o'sha courtda o'sha show up qilmagan bo'lsa, o'sha driver license, ya'ni o'sha CDL suspend bo'lib ketadi. Suspended license bilan yurgandan keyin o'sha birinchi inspectiongacha-da o'sha out of service qo'yadi. Ingliz tili. ELP ham bor, ELP mandate. Ayniqsa mana shu yozda 15-iyun nima adashmasam, ELP mandate. Undan oldin DataQ qilib qilsa bo'lar edi, DataQ challenge qilib o'sha dispute qilsa bo'lar edi, o'sha violationni remove qildirganmiz ham bir necha marta. O'sha FMCSN memorandum bor edi, o'sha dokument bilan, o'sha supporting document bilan bir necha marta dispute qilganmiz, o'xshagan. Hozir уже o'xshamaydi, o'sha yangi memorandum bor. O'sha ELP agar ingliz tili bilan violation oladigan bo'lsa, o'sha driverlar o'sha uni dispute qilish ilojisi yo'q. Asosiy 3 talar adashmasam shular o'sha restriction va cheklovlar. Masalan, agar haydovchi mexanik korobkali yuk mashinasini boshqarish uchun ruxsatnomaga ega bo'lmasa, bu cheklov, agar adashmasam, Florida shtatida ham shunday. Driver violation va haydovchining o'ziga bevosita ta'sir qiladigan cheklovlar. Qo'pol qilib aytganda, haydovchi bunday katta yuk mashinasini boshqarishga qanchalik qodir va sog'lom va u jamoat xavfsizligiga biron bir xavf tug'diradi. CDL ning to'xtatib qo'yilishi haqida esa men bir narsa qo'shmoqchi edim. Bu haydovchilik guvohnomasi o'sha trak haydash uchun, masalan, bizda B kategoriya lehkovoy, C kategoriya bor edi. Bizda D kategoriya, ularda endi o'sha CDL, commercial driver license deyiladi. U siz aytgandek-da, masalan, aytaylik, O'zbekiston tushuntiradigan bo'lsa, aytaylik, shtraf olgansiz, bitta minimalka kelyapti, tez haydaganingizga radardan MIPga chiqib ketadi-yu. O'sha MIPga chiqqandan keyin mashina arest bo'lib, to'xtatilasiz, o'sha narsa bo'ladi. Bularda ham xuddi shunaqa, aytaylik, qachondir bitta lehkovoy mashinasida ham kerak bo'lsa, shtraf olib qo'yib, to'lamagan bo'lsa, esdan chiqib ketgan bo'lsa yoki undan tashqari o'zini qanaqadir majburiy to'lovlari bo'ladigan bo'lsa, haydovchini aytaylik alimenti. Вот ko'p bo'ladi Amerikada. Alimentini ham даже vaqtida to'lamaydigan bo'lsa, haydovchilik guvohnomasini cancel qilib, gruba недействительный qilib qo'yishadi. Qo'pol qilib aytganda, lishение прав bo'lib ketadi. Da.
Pritom o'sha driver o'zi ham bilmaydi-da. Na, shunisi bor. Mana shunisi bor. Keyingi mavzuga o'tadigan bo'lsak, bitta qiziq savol bor. Haydovchini xatosi tufayli kompaniyaga minglab, balki millionlab dollar olinib kelgan, kutilmagan baxtsiz hodisa bo'lganmi yoki shunaqa bir situatsiya bo'lib qolganmi? Qo'pol qilib aytganda, haydovchi xatosi tufayli kompaniyaga minglab yoki millionlab dollar zarar yetib kelgan case haqida bir gapirib bera olasizlarmi? Men bilaman, bor. Voy, ko'p. O'zimizda tanishlarda mana bir ikkita baribir safety boshqa kompaniyalar safety ishlaydigan bolalarda eshitib kelgan istoriyalarimizni eshitsanglar, ayanchli holatlar ham bor va juda kulguli grubo говоря, proshestvalar ham borda. Endi men o'zimda bo'lganini aytib beraman, baribir endi. Akbar akasini ham aytsangiz bo'ladi. Akbar akani endi akamiz bor, Akbar aka radnoy. Kelaman deb chopib ketdingiz, kelmadingiz. Mayli, rahmat aka. Atab oqibat shu yerda qilib turaylik, baribir telefon qilmaysiz. Hop, Akbar akani aytib beraveraman, aka. Right. Hop, 2019-yili bo'lgan avariya, esimda yo'q adashmasam Florida shtatida bo'ldi. O'sha o'zimizni akamiz traktda bizani kompaniyada ishlaganlar haydovchi bo'lib, bizani traktga ketayotganlarida oldida lehkovoy mashina ketayotgan bo'lgan. Up and down hill bo'lgan, tepadan pastga tushayotgan joy bo'lgan. Deta ertalabki 6larmi deb aytib berganlar. G'ira-shira, shunisi yaxshi ko'rmayapman deb, o'sha tepalikka chiqib pastga tushayotganda, endi trakt baribir katta, bilasizlar, og'ir, pastga tushayotganda tezlashib ketadi, xolisini ham xohlamaysiz. O'tda Amerikada speed limit bizanikidan ancha kattaroq. Aytaylik, bizda 60 km/soatga haydasangiz, o'tda 70 mile/h haydasangiz, 120 km/soatga degani. 120. O'zingiz uchun tasavvur qiling, shunaqa katta bahaybat mashina shunaqa 100 dan baland скоростьda ketadi. O'sha tepadan pastga tushayotganlar lehkovoy mashina bo'lgan, ko'rmay qolganlar, uni borib urganlar. Uni ichida bitta ayol kishi va uni farzandi, qiz bola farzandi bo'lgan. Ular endi qo'rqqanidanmi, shokdanmi bilmadim. Ayol kishi rulni reski o'ngga olib, dichga tashqari chiqib ketib, mostni kolonnasini urgan. Bu case yomon uzoq cho'zildi. Qancha triallar bo'ldi, mediationlar bo'ldi, o'zimizda questionnairlarga javob berdi, sizda bo'lsa keldi. Shu yil hal bo'ldi. Shu yil hal bo'ldi shu case. Bizning страховкamiz o'sha yilga prime edi. $475,000 to'lab berdi пострадавшим, 25,000 o'sha qiz onasiga, $450,000 qizaloqqa. Nimaga unaqa katta summa qizaloqqa? O'sha ayol kishini haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan. Ikkinchi sababi, o'sha ikkinchi eng katta problema bo'lgan sababi bu u ayol kishi nelegal bo'lgan. Amerika shtatida, Amerikada, Florida shtatida nelegal bo'lib kirib kelgan bo'lgan. Shuning uchun ko'p cho'zilib ketdi. U ayol kishi adashmasam qamalib ham ketdi. Undan onalik huquqini undan qo'yishdi, chunki эта женщина подвергла такой смертельной опасности свою дочку, то, что она водила машину, нарушая закон, это без водительских прав, и при том, что находясь в Америке нелегально. Shuning uchun o'sha qizaloqqa katta summa to'lab berildi. Bu $500,000 million chunki settle bo'lgan summasi $500,000 million. Ya'ni settle bo'lgan. Boshida 2 million qancha so'rashgan? Boshida o'sha женщина, которая была за рулем, мать, ей она запросила 1,250,000, а девочки запросили 1,750,000. Почти на районе $3 миллионов был, грубо говоря, demand со стороны адвокатов этой женщины. Да. И anaqa qilib bergan. Detektivlar ну да, endi uni hammasi kameralar bilan tashlab bergan. Shunga uning aqli joyida ekanligi va baxtsiz hodisa unga jiddiy jarohatlar keltirmaganini isbotlash uchun sug'urta kompaniyamiz uni kuzatib borish va ijtimoiy tarmoqlardagi postlarini suratga olish uchun odamlarni yo'lladi. Lekin hozir ichkariga kirib ketib qolyapmiz. Bu men uchun unchalik katta pul emas, lekin baribir $500,000 ga. Bu yaxshigina pul. Большие деньги. Eng qiziq кейslarimizdan edi va u juda uzoq vaqt cho'zildi. U 6 yil davom etdi, tushundingizmi? Va biz ular bilan bir necha marta gaplashdik. Aytgancha, uning advokatlari faqat bitta narsani ta'kidlagan edi. Грубо говоря, докапывались, скажем так, то, что
u ayolning haydovchilik guvohnomasi yo'qligi yoki uning mavjudligi qizining jarohat olganligiga ahamiyati yo'q. Lekin agar u boshidanoq qonunni buzmaganida edi, unda u bu holatga vaziyatga tushib qolmagan bo'lar edi. Она изначально не нарушала бы закон, то она бы, грубо говоря, не была бы в этой ситуации. Но Gapimning oxirida shuni qo'shmoqchiki, yuk trekking sohasida safety nima uchun bunchalik muhim? почему вот этот claim и вот это все safety очень еще одна важная часть. Agar kimdir yuk trek kompaniyasi bilan baxtsiz hodisaga uchrasa, masalan, yuk mashinasi boshqa mashinani urib yuborsa, sizni sudga berishadi. Nima uchun? Chunki sizning sug'urtangiz $2 million dan ortiq garovingiz bor. Shunday qilib sizning sug'urtangiz $2 million gacha to'lab bera olishi mumkin. Albatta, har kimning sug'urtasi har xil, lekin bu o'rtachasi. MCS ma'lumotlariga ko'ra bu $750 ming menimcha. Shunday qilib, agar sizning trek kompaniyangiz kimnidir urib yuborsa, sug'urta puli uchun sudga tortilishingizni kuting. Chunki ular sizning sug'urta kompaniyangizdan pul undirishni xohlashadi. Aynan shuning uchun safety kerak. Kompaniyani tezda himoya qila olish va to'g'ri advokatlarni yollash uchun. Qo'pol qilib aytganda, mana shu Lyubov Trakoviy kompaniya bilan baxtsiz hodisa bo'lib qolsa, qanday noinsofga tushib qoladigan bo'lsa, birinchi o'ylaydigan narsasi Jack deydi. Bu jackpot urdim, boy bo'laman deydi. Shuni kutib yashashadi. Помнишь, даже был пост, да. Legal fraud. Legal fraud. Scam. Страховка это вообще scam. Да. В Америке это scam чистый. Kutib yashashadi mana shu narsani. Ijtimoiy tarmoqlarda bir narsa ko'rib qoldim. U yerda bitta qiz xursand bo'lib aytib beryapti. Bitta bola o'sha qizga savol beryapti. Bank kartangda qancha puling bor deb so'rayapti. Qiz $8 million deb javob beryapti. Shunda yigit qanday qilib shu yoshda buncha pul topish mumkin deb so'rayapti. Qiz, meni FedEx yuk mashinasi urib ketdi, deyapti. Не, это не бизнес-идея. Bu biznes g'oya emas, bolalar, biznes g'oya emas. Ha, boya aytganimizdek, agar bironta avariya bo'lsa, siz xohlagan jarohatni ro'kach qilishingiz mumkin. Misol uchun, yelkam og'riyapti, bo'ynim og'riyapti, o'ng yanog'imdagi chap sinchalog'im og'riyapti deb yozib berishingiz mumkin va katta pul talab qilishingiz mumkin. Sud albatta sizga qanchadir miqdorda bo'lsa ham undirib beradi. Misol uchun, $50-100 ming. Просить басловные деньги, и вам определенную часть их выплатят, там 50-100 тысяч. O'zimda ham bo'lgan anaqa. O'zingiz Amerikada yurganingizda bo'lgan. One-on-one'daman, adashmasam Islomman, qaysi taraf anaqa magistral dedim. Probka, trafikda o'sha yetib olganman, bitta adashmasam Prius edi. O'sha Priusga yetib olganman, orqadan anaqa minor anaqa damage o'zi yo'qda почти. Sal scratch bo'lishi mumkin bamperida. Tushganmiz, qaraganmiz, anaqa sezilarli darajada anaqa yo'q. Damage yo'q, meni ham mashinamda. Nima qilamiz? Bo'ldi anaqa insurance qilmasdan anaqa qilib qo'yar ekan, o'zingni rozi qilib qo'yar deganman, ayol kishi edi. Okey degan, o'sha o'zida $500 zel qilib yuborganman. O'zbekistondan, joyida keldi. Joyida. Gai chaqirmaydi degansiz. Gai chaqirmaydi degansiz. O'tkazib berganman. Bo'ldi, rozi bo'ldi. Ketgandan уже xayrlashdik, уже ertasiga, уже adashmasam SMS yozgan, telefon qilgan. Уже kimdir уже aql bo'lganda, unga kimdir уже aql o'rgatgan. Jackpot bu degan. Короче, u yog'im og'rib qoldi, bu yog'im og'rib qoldi. Chiropraktorga bordim. Unaqa massaj oldim. Кстати, это очень дорого. Да. Очень дорого там. Kecha yaxshi edi-ku deganman. Но это во время шока, адреналина, ты не понимаешь, это другое. Necha pul shu chiqasiz bergan? Yo'q, keyin pulimni qaytar degan, $500 ham olganda, yana bir joy beli og'rib qolgan. $500 og'irligiga bo'lsa kerak. Qaytarib bergan, shu yog'ini insurance bilan hal qilib olgan shu yog'ini. Pul olganda. No, da, rekordga tushgan. Da. Xo'p, bitta qiziq savol bor. Logistika sohasiga yangi kelganlarni karyerasini ko'pincha nima barbod qiladi degan savolga o'zim birinchi javob beraman. Tupoyligi karyerasini barbod qiladi. O'tgan gal aytganman, tupoy bo'lmaydi. Qisqa qilib aytsam bo'lam, tupoy odamlar ishlamaydi. Bo'ldi. To'xtadi. Bu gal ham qaytaraman. Mana shu yangi kelgan ishchilar #не быть тупым. To'g'ri, tupoy bo'lmasanglar, karyeranglar faqat tepaga intiladi. Chaqqon bo'lish kerak. Shu chaqqonlik yo'q, odam shu kallasini ishlatmaydi, shu sababli karyerasi barbod bo'ladi. Problem solving skills. Ayniqsa mana shu Tupoy bo'lmaslik bor, o'zi любой ishga ham taalluqli. Masalan, любой ishga boradigan bo'lsangiz ham tupoy bo'lmasangiz, чего-то там добьешься. В целом в логистике Endi no, вообще Amerika logistikasida birinchi o'rinda bu
til bilash, ko'p vazifalilik, ya'ni bir vaqtda bir nechta ishlarni qila olish va tanqidiy fikrlash. Ha, yana analiz qila olish. Menimcha, mana shu 4 ta xususiyat juda muhim. Ha, mayli, yana tupoy bo'lmaslik. Смотрит на меня, Yo'q, улыбается. yo'q. Ish estiga tortuvdilar, problem solving skill bo'lmasa deyaptilar. Ya'ni u qanaqa, misol, любой bitta problemani hal qilib ketish qobiliyati bo'lishi kerak, o'zimi? Albatta. Convince qilish qobiliyati bo'lishi kerak o'sha telefonda. Kelisha olish. Endi oddiy misol, mana bizda bitta ishchimiz bor, endi ismini aytmaymiz. Yaxshi bola ishini qilib qo'yadi, no undan ko'p qilmaydi-da. Misol, mashina qilish kerak desa, qilib qo'yadi, dalchi qilmaydi. Tushunmayapsiz endi kim aytayotganimni? Yaxshi bola ishini zo'r qiladi, lekin undan ko'piga Себя не похвалишь, но не похвалит. Men o'zimni aytmayapman. Да, конечно. Undan ko'pini qilmaydi. Bitta narsa bor, baribir biz safety specialist bo'lganimizdan keyin baribir bizga ko'proq narsa ko'rinadi. Bitta narsa borda, haydovchilar sezmaydigan, lekin xavfsizlikni darhol biz sezamiz, to'g'rimi? Haydovchi sezmaydigan, lekin safetyni ko'ziga sirazu tashlanadigan nima bor, biz shuni yonni sirazu olamiz. Misol uchun haydovchilar unga e'tibor bermaydi, sezmaydi, lekin bizga sirazu ko'zimizga tashlanadi, chunki bu xavf tug'dirishi mumkin. Shu nimalar bo'lishi mumkin? Ну, чисто из опыта я скажу, то, что бывает. Endi biz haydovchilar bilan Telegramda gaplashamiz. Mana har bitta haydovchining o'zining Telegram gruppasi bor, u yerda haydovchi, hamma department ishchilar, hamma o'sha gruppada yozishyapti. Men masalan, meni o'zimning privichkam bor, ba'zida bir driverlarning gruppalarini o'qib turaman. Hozir kunda mana nima bo'ldi? Kelganimda o'qib chiqaman, уже ish davomida yana yig'ilib ketadi-yu. Bir kirib turaman, o'sha paperwork nakladanlar keladi-yu, qog'ozlar. Ba'zida qog'ozlarga damage deb yozilgan bo'ladi. Damage nimaga? O'sha yukka nimadir qismi, qaysidir qismi, tam box nimadirlar, aytaylik, damage bo'lgan. Ezilib qolgan, g'ijim bo'lib qolgan, to'kilib ketgan, o'sha narsalarni ko'rib qolaman. U narsani haydovchi paper oladi, rasmga oladi, tashlab yuboradi bo'ldi. И все, uni update ham ko'rmay qolishi mumkin, dispatch ham ko'rmay qoladi. Agar men shu narsani sirazu o'qisam bo'ldi, driver to'xtat, o'sha chiqib ketmasin, chiqayotgan bo'lsa, treyler rasmini ol, yuk rasmini ol, nima damage bo'lgan. Chunki biz aka safety bilamiz, o'sha customer yuki biz damage yetkazdik, грубо говоря, нанесли ущерб грузу, и bu narsa bizga cargo claim bo'lib keladi, o'sha aytgandek страховой кейс. U yerda ham, masalan, u yerda ham уже разбериха, плати за груз, yo'q, cho'ziladi. Shuning uchun agar o'sha narsani o'sha o'zida ko'radigan bo'lsak, bu narsani katta rasxodsiz tezroq hal qilib olsak bo'ladi. Masalan, kelishib yoki nima sababchi bo'lgan bu damagega, может yuklayotganda xato bo'lgandir, haydovchi yo'lda xato qilgandir yoki tushirayotganda, shu narsani biz tezroq issig'ida hal qilishimiz uchun o'sha bo'ladi. Menda momentda shunaqa gruppada ko'rib qolaman. Ertaga siz nima deb o'ylaysiz? Siz точно ko'rasiz haydovchi e'tibor bermaydigan narsa. Performance'ini kuzatib boramiz, masalan, weekly to'g'rimi? Har eventlar bo'ldi. O'sha tamilsa bo'ladi. Haydovchi qanchalik xavfsiz. Samsara bu juda cool platforma. Мощный. Да, мощный. Ну, qimmat. Qimmat. Overrated as shit. Chopish kerak. Glory and Verts. Motivate etamiz. Da, Samsara bizga nimalar bergan? O'sha dashkamlarimiz bor. Samsarada telematik video registrator qiladi, video registrator, telematicslarni track qilib boradi. O'sha imенно o'sha telematicslar ko'rsatib beradi, haydovchi qanchalik xavfsiz yuribdi yoki yurmayapti, to'g'rimi? Shunga qarab haftalik reytinglarni ko'rsatadi o'sha hamma driverlarni. Da. Bitta narsani aytib o'taman, bu men uchun katta rol o'ynaydi. Ba'zi bir haydovchilar bilmadim nimaga bunga e'tibor bermaydi, u trakni yuvishmaydi. Trakni yuvib yurish kerak. Nimaga? Traklar qanchalik toza bo'lsa, diotistlarni ko'rib yo'lda to'xtatish ehtimoli ancha past bo'ladi. Men shu narsaga e'tibor berdim. Bitta haydovchimiz bor edi, har hafta trakni yuvardi. O top toza, idealni yuvishirdi. Ichi ham, tashqarisi ham Walter bo'lardi-yu bizda. Alabamalik bitta driver. Bir marta ham to'xtatmagan DOT. O bizda 2 yil ishlagan, 2 yil ichida bir marta ham DOT. Chunki officerlar kamerada ko'radi-da, o'sha wait stationda ham ko'radi. O'sha trak siz aytgandek toza bo'lsa, o'sha biladi, toza, kabinning ichi ham ko'rinadi-yu, restoranning to'g'ri kameradan. Toza bo'lsa, tartibli bo'lsa, o'sha trakning ichi ham o'sha
biladi, ular bu yaxshi driver. Ya'ni xavfsiz driver degan yaxshi gumonga borishadi-da. Ya'ni trak toza bo'lsa sizlarni to'xtatmaydi degani emas. To'xtatish ehtimoli kamayadi. Chunki yag'ir bo'lsa trak u to'xta, mana buni shundoq to'xtator deydi. Как у нас должна быть причина вообще в целом, если водитель, вот, например, pas beryapti, o'tib ketadi, lибо уже yonyaptimi, light o'tish kerak-ku baribir, way station kirish kerak-ku. Birinchi navbatda o'zi vizualni trak tekshiriladi. Aytaylik, hapsilo qo'yotibdi yoki trak masalan tiylar qanaqadir moy ko'rinyaptimi, bilmadim, hapsilo o'sha ballonlarni. Faralari yag'irmi? Faralari yag'irmi yoki bilmadim. O'sha aytaylik nimadir plate tushib qolganmi, o'sha ma'lum bir sabab bo'lishi kerak ofitserga вообще driverni pullover qilish uchun. O'sha birinchi navbatda o'sha весы и как это в принципе выглядит. Кстати, yana bitta sizlarga hint no violation olaman degan kompaniyalarga bu narsa ko'plarga kerak. Это aytaylik ishongan bitta truck driveringiz bor, treyleri bor, masalan yoki вообще bobtailmi bilmadim. No violation sizga kerakmi? Bundan bitta iftani shilib tushirib olinglar. Просто o'sha ofitserga sizlarni to'xtashga sabab bo'lishi kerak. Driverga aytasizda, ifta stiker bo'ladi. O'sha fuel tax boya aytib o'tganimdek, bitta tarafi tursin-da, bitta tarafi yechilgan bo'lsin. Buni trakka qo'yib qo'yish kerak. Даже ofitserga sizni pullover qilishga grup prичина bormi? Tortadi, ko'rsatyapsiz hamma narsa joyida, ko'rsatasiz. Mana ifta stikerim o'zimda, bir tarafimda bor, ikkinchi tarafimda yo'q, men yopishtirib olaman, mana bu yerga kirib deysiz, bo'ldi. Politsiya ofitser sizni pullover qilishga, грубо говоря, sababi bor. To'xtatyapti, driverga uverinsiz, trakka uverinsiz, no violation yozib beryapti, и safety score'ingizga bu положительный влияние qilib, uni tushishiga olib keladi. Masalan, sizlarga mana bitta hint, грубо говоря, podskaska, endi o'zingizlar uni qanaqa ishlatasizlar, endi o'zingizlarga bog'liq. Xo'p, hozirgi kunda dolzarb bo'lgan mavzu bu non-domicile CDL'lar. O'zi non-domicile CDL'da nima? O'zi qanaqa tushunsa bo'ladi и nimaga hozir bu muammo tug'diryapti? Buni rostdan ham kameraga gapirsak bo'ladimi? Qog'ozga o'ra. Ya'ni Amerikada PMJs bo'lmagan driverlar ham bari berilganda, o'sha non-domicile CDL berilgan, ya'ni постоянный резидентствоsi Amerikada bo'lmagan, ya'ni o'sha asosan o'sha immigrantlarga berilgan. И u o'sha illegal immigrantlarga ham bir qancha vaqt berildi mana shu narsa. Kaliforniyada bu praktika juda uzoq davom etdi. И ko'p holatlar o'sha Kaliforniyada uchradi. И Калифорнияда, кстати, non-domicile emas, limited CDL deb beradi. Но в целом это водительские права, которые были предоставлены людям, которые, возможно, нелегально, либо нелегально находятся в Америке, но при том, что у них есть какие-то причины оставаться такие, как, не знаю, они там через политику подали, как беженцы, я не знаю, там, или по религиозному, разные есть, скажем так, причины, то, что они разрешают остаться, и у них есть возможность получить, грубо говоря, водительские права, которые non-domicile. Да. То есть qisqa qilib aytganda, qaysidir dokument hali to'liq to'g'rilanmagan momentlari bo'lgan. Да. Shunaqa haydovchilar non-domicile CDL oladi. Amerika Qo'shma Shtatlarida nelegalno, грубо говоря, находятся сейчас. Да. yoki o'sha кейsi anaqada pending sudi qachondir bo'lishi kerak. O'sha CDL bor и work authorization ham bo'ladi ko'p holatda и shu vaqt ishlab yurgan driverlar. Nima muammo bo'lyapti? Asosan shu non-domicile CDL bo'lsa driverda ko'pincha уже sroga kelib qolgan haydovchilar DMV ga borganda ularga yengillab bermayapti CDL-ni. Это закон, который был принят, по-моему, 30 сентября 2025 года, да? Или 30 или 29? Masha katta muammo tug'diryapti ko'p kompaniyalarga. Nimaga? Hozir nimadan boshlandi? Shu aytganimizdek, yozda qonun chiqdi, agar ingliz tilida gapirmasa, shundoq trakdan tushirib oladi haydovchilar. Out of service beradi. Out of service beradi. Ya'ni biz как раз seminarga kirgan edik, insuransimiz bilan o'sha DOT da 20-25 yil ishlagan safety agentlar bizga aytdi, agarda sizlarni haydovchi ingliz tilida muloqot qila olmasa, trakdan joyda tushirib yuboradi. Yukinglar bormi, yo'qmi, treyler bormi, yo'qmi, farqi yo'q. Trak treyler evakuatorda ketadi, haydovchilarga violation beradi. 45 kun haydash mumkin emas.
ya'ni out of service beradi 45 kunga 45 kun hech qanaqasiga haydolmaydi. Bu birinchisi. Olib ketadiganlamasini aytaylik, o'sha pritsepni olib ketadigan haydovchini ham ingliz tilini tekshiradi keyin. Aytaylik, sizlar aytasizlar, "Yo'q, mani boshqa haydovchim bor, kelib olib ketadi mana shu furani" deysizlar-da. Mana shu treylerni olib ketishga boshqa haydovchi kelib turib, u ham ingliz tilini bilmasa, uni ham tushiraveradi. Uni ham tekshiradi, uni ham tushiraveradi trakdan. O'shanga shu narsaga ehtiyotroq bo'lish boshladi hamma. Hozir nimaga chiqqanini aytaylik, bu qonunni baribir qog'ozga o'rab bo'lsa ham. Keyingi qonun shu dokumentida muammo bo'lgan non-domicile CDL holderlar egalari ularni ham migratsion slujba to'xtatib tekshirib, agar nimadir muammo chiqib qoladigan bo'lsa, olib ketib qolishyapti. Afsuski, orasida o'zimizda ham yurtdoshlarimiz chiqib qolgan bir voqeani eshitdik biz. O'zi nimadan bu boshlandi? Florida shtatida baxtsiz hodisa yuz bergan, 3-polosadan turib razvorot qilmoqchi bo'lgan bitta haydovchi, adashmasam hind bo'lgan, singh bo'lgan edi. Shu razvorot qilaman deganda bitta oila mashinasida tagiga kirib ketgan furani va baxtsiz hodisa ro'y berib joyida vafot etgan edi ikkalasi. Bu birinchi talchoq bo'lgan. Bu trigger bo'ldi. O'zi bundan oldin o'sha bunaqa fatality case'lar ko'p bo'lgan fatality trigger bo'ldi. Anaqa videosi ham chiqib ketdi-da. Videolari chiqib ketdi aynan shu haydovchini. Skandal bo'ldi-da. Skandal ko'tarilib ketgan sababi birinchisi bu nelegal bo'lgan, ikkinchisi ingliz tilini bilmagan, uchinchisi shundan bir hafta oldin videosi chiqib ketgan edi ofitser body camida. Bir hafta oldin uni Texasda ofitser to'xtatgan, u bilan muloqot qilishga harakat qilgan, u ingliz tilida gapirish nol, mana o'zim ham ko'rganman, pashti gapira olmagan. O'shandan keyin rezonans bo'lib ketgan shu. Bu birinchi voqea. Ikkinchisi o'tgan mavsumda aytganimdek Texasda shu Hope Trans bilan bo'lgan avariya bitta oilani yo'q o'rgani. O'sha haydab ketayotganda uxlab qolgan, bitta mashinani orqasidan yetib olgan, 5 ta odam vafot etgan. Shu baxtsiz hodisada shu sababli просто bu baxtsiz hodisalarda ishtirok etgan barcha haydovchilar o'rtasida qanday o'xshashlik bor? Ular Amerikada noqonuniy ravishda bo'lgan yigitlar edi. Nelegalni. Ya'ni qanaqadir dokumenti problema bo'lmagan emas, u в целом nelegalniy kirib kelgan, noqonuniy yo'l bilan kirib kelgan haydovchilar bo'lgan. Bittasi shu singh bo'lgan, bittasi kubalik bo'lgan. Shu sababli qonunlar chiqishi boshladi, shularni ko'proq tekshirib qattiqroq nazoratga olish kerak degan. Shu sababli ko'pchilik qo'rqib qoldi traktda yurishga. Nimaga? Dokumentlar borlar ham qo'rqib qoldi, chunki dokumentlar borlarni ham olib ketib qolyapti. Chunki Trump aytdimi, kim 80 millionta vizani nima qaytadan tekshirib chiqamiz dedimi, database. Adashmasam shunaqa anu ham chiqib ketdi. Shu sababli misol safety jihatdan ham hozir bizga ishlar sal qiyinroq bo'lib qoldi. Nimaga? Biza nafaqat haydovchini shu trackingga oid bo'lgan dokumentlarni, balki qolgan dokumentlarni ham so'rashga majbur bo'lib qolyapmiz-da. Misol, CDLni ko'ryapmiz, o'sanda hech qanaqa problema yo'q-ku, tam tuda-tuda qog'ozga so'rab o'tib ketamiz shu narsalarni. Lekin baribir shu narsaga sal shubhaliroq bo'lishimiz kerak bo'lyapti oxirgi paytlar. O'zimizda misol ancha yil ishlagan haydovchilar bor. Bitta ikkita chiqdi, mana shu 100 tasining ichidan bittami ikkita chiqdi, ularda non-domicile bo'lgani. Bilmadim kallasi ishlaganmi yoki shtat shunaqa bo'lib qolganmi, u 31-yilda expire bo'ladi. 31-yilda sro'ga kelib qoladi. Kстати, mana shu narsani ham atmay qolish mumkin, adashmasam, aytaylik, даже sizga o'sha cases bor, mana shu sud bo'lishi kerak, aytaylik, keyingi yil sudingiz bo'lishi kerak, praviz bir, не знаю, 30-yilgacha ish valid bo'ladi faqat o'sha sud kuningizgacha. Chunki shunaqa narsa o'qidim, endi bilmadim, naskолько это достоверно было. Bu ma'lumotlar qanchalik ishonchli edi o'zi. Они будут действительно aytishlaricha, agar senga masalan 1 yillik viza berilgan bo'lsa, lekin haydovchilik guvohnomang 10 yilga berilgan bo'lsa ham, amalda u viza tugaguncha amal qiladi. Ya'ni rasman guvohnoma 10 yillik, ammo amalda faqat vizang amal qilgan muddatgacha haqiqiy hisoblanadi. Tushunarli.
Но В целом интересно, это Umuman очень olganda bu влияет holat на trakchilik траковые компании. kompaniyalariga juda jiddiy ta'sir qildi. Мы Ayniqsa слышали новости про o'zbekistonliklar пару ko'p компаний, ishlaydigan где kompaniyalarga. они потеряли Bir necha 30, 40, kompaniyalar даже haqida 50 eshitdik. водителей за Ular bir один день. kunning o'zida Потому что 30, наши, 40, скажем hatto так, 50 nafar haydovchini yo'qotgan. друзья, Odamlar братья с shunchaki Узбекистана reysga даже, chiqmay да, qo'yishgan. те, которые Amerikaga ishlash uchun поехали в kelgan Америку ko'plab на заработки, akalarimiz, они ukalarimiz сами боялись xavotirga выходить tushdi. на трак. Birinchidan, Говорят, ayrimlarida во-первых, ingliz tili проблема bilan muammo может bor. быть с английским, Ikkinchidan, вторым то, hujjatlar что va права у status них masalasida не noaniqlik paydo bo'ldi. Shuning uchun haydovchilarning bir qismi ishni vaqtincha to'xtatib, 1-2 hafta kutishga qaror qilishdi. ICE, ya'ni immigratsiya xizmati tekshiruvlarni kamaytirguncha. Albatta, bu holat bozorga ham ta'sir qildi. Gap faqat Kaliforniyaning o'zida minglab haydovchilar haqida ketyapti. В самом Калифорнии там сколько тысяч водителей? Esimda bo'lsa, Нет, taxminan статистику вводили. 30 ming В atrofida самом degan Калифорнии raqam таких, aytilgan edi. там я сидел, было, не знаю, там 30 тысяч, что ли. Eng ko'p Kaliforniyada ELP mandat 300 bo'yicha tысяч. Kaliforniyani qilmadi-yu. O'sha FMCSAga ham qo'yib qo'ydi-yu, to'g'rimi? Да. O'shanga DOT'ni qildi. Nechidir million fundingni cut qilaman dedi. Да. O'sha endi bo'lganiqa o'zi Kaliforniya tolerantliroq aniq. Да. Ну, Kaliforniyami? Bir tomondan Kaliforniya juda boy hudud. Agar yalpi ichki mahsulotni ko'rsangiz ham, Kaliforniyaning ko'rsatkichlari AQSh va Xitoynikidan keyin 3-o'rinda turadi. Да. Не помню. Texas, что ли, по-моему, тут Texas тоже. Ya'ni GDP DOT beradigan pulga qarab qolmagan. Да, ular puliga qarab qolmaganda, грубо говоря, по ВВП не сам он, тут сам штат стоит выше, понимаешь? Да. Da, lekin shu dolzarb muammo hozir shu endi keyinchalik qanaqasiga rivojlanadi endi ko'rish kerakda. Hozir menimcha 1-2 oylarda yana ko'radi. Mana shu yangi yildan keyin ko'rish kerak. Bozor qanaqa o'zgaradi, politika qanaqa o'zgaradi Trampga konkretno. Endi siyosatga o'tib ketmaymiz, no konkretno mana shu trak sohasini oladigan bo'lsak, unaqa zo'r ta'sir qilmaydi, lekin boshqa tomonni o'ylaydigan bo'lsak, baribir faqat shu professional haydovchilar qoladi hozir. Bizning ish ham ancha yengillashadi. Nimaga professional deyapman? Chunki hozirgi kundagi haydovchilarni hammasini demayman, ko'pini solishtiradigan bo'lsam, mana shu 4 yil oldin kelganimdagi haydovchilar bilan ularni darajasi yer bilan osmonda. Да, intellekt там земля и космос. Da. Mana shu 4 yil oldin kelganimda asosan shu o'zbek haydovchilar bilan ishlardim. Mazza qilib ishlardim. Nimaga o'zini ishini ustasi edi-da. Ya'ni nafaqat Amerikada, O'zbekistonda ham mana shu furalar haydagan haydovchilar edi. Nimaga mana shu Jonining gapiga qo'shilaman, intellekt baribir ancha yuqori bo'lgan. O'sha paytdagi hamma haydovchilar hozir kamida 3-4 ta trak bilan owner bo'lib ketgan. O'zini kompaniyasi. Hozirgi kunda o'zini kompaniyasi bor ko'pinida. Hozirgi kundagi haydovchilarni oladigan bo'lsak, mana bizda asosan shu Gaiti, Sudan и o'ris haydovchilarimiz ko'p. Orasidan baribir chiqib qoladi, unaqa zo'r emas-da, shu. Нет плохой нации либо религии. Да. Такие люди. Да. Но статистика тоже есть. Да, statistika ham bor. Qisqa qilib aytadigan bo'lsa, baribir mahorati ancha past ko'p haydovchilarni oldingi haydovchiligi nisbatan demoqchiman. Hozir hech kimni xafa qilish niyatim yo'q, lekin men ko'rib turibman-da, mana shu yillar davomida haydovchilarni darajasi ancha pasayib ketyapti-da. Nimaga? Chunki hammaga podrat berib tashyapti-da haydovchilik guvohnomasini. Shuni hisobiga непонятный odamlar ham paydo bo'lib qolyapti-da. Trakka qanday chiqib qolding degan savol tug'iladi bir xillari. Endi o'sha Biden administratsiyasiga borib qiladi, o'sha chegaralarni ochib tashladi. O'sha vaqtda Trump keldi, CBP1 da ham chopdi, o'sha chegaralarni o'sha yopdi. Yaxshi bo'ldi bu tomondan. O'zi podkastimiz o'z yakuniga yetib qolyapti. Bitta-ikkita savolim bor. Mana shu hozir texnologiya rivojlanyapti. Baribir texnologiya safetyga qanaqa ta'sir qilyapti? Masalan, AI chiqyapti, qanaqadir kameralar chiqyapti. Tesla haydovchisiz yuradigan traklar chiqazyapti. Safetyga qanaqadir. Mana. Дорого, ребят. Shu savolda u texnologiya qanaqasiga safetyga ta'sir qilyapti? Yaxshi tomondanmi yoki yomon tomondanmi?
Men bu yerda asosan pozitiv ko'ryapman. Misol uchun sun'iy intellekt masalasini olaylik. Sherzod aka avval aytganidek, hozir traklarda video kuzatuv kameralari, ya'ni lobavoy kameralar o'rnatilgan. Ularning ichiga sun'iy intellekt integratsiya qilingan. Bu AI trak bamperi bilan oldindagi mashina o'rtasidagi masofani oldindan hisoblaydi. Haydovchi xavfsiz distansiyani saqlayaptimi, qaysi tezlikda harakatlanyapti, yo'lakni qanday almashtiryapti, shuning barchasini tahlil qiladi. Shuningdek, keskin tormoz berish, keskin burilish kabi xavfli manyovrlar ham tizim tomonidan qayd etiladi. Barcha ma'lumotlar sun'iy intellekt orqali o'qilib, bevosita bizga safety bo'limiga yuboriladi. Shu ma'lumotlar asosida biz haydovchini baholay olamiz. Nima sababdan muayyan holat yuzaga kelganini tushunamiz. U trakni qanchalik ehtiyotkor boshqarayotganini aniqlaymiz va qaror qabul qilamiz. U bilan ishlashni davom ettirish kerakmi yoki yo'q? Chunki oldin ham aytganimdek, bitta jiddiy avariya kompaniya yopilishigacha olib kelishi mumkin. Afsuski, biz tilga olgan ayrim kompaniyalarda aynan shunday holat bo'lgan. Hammasi yaxshi ketyapti, lekin bir kun avariya sodir bo'ladi va shu bilan hammasi. Tashqarini gapingiz bo'ldimi, uzr. Tashqarini syomka qiladigan kameralar, driver facing kamera ham bor, ichkarini ham syomka qiladigan kameralarda o'sha Samsung misol qilib oladigan bo'lsa, unda ham driverni o'sha fatigue drive driving bormi yo'qmi, o'shani ham uxlab qolyaptimi yo'qmi ko'rinib turadi. Taqqanmi, telefon ishlatyaptimi. O'sha driver uxlab qolayotgan bo'lsa, o'sha charchoqligini, o'sha charchaganini o'sha ko'radigan bo'lsa, kamera o'sha sразу signal beradi, uyg'otishga harakat qiladi. Xo'p, shu 5 yil ichida bizani hech qanaqa o'zgarishi mumkin. Ya'ni osonlashadimi, qiyinlashadimi, yo'q bo'lib ketadimi? Nima deb o'ylaysizlar? Надеюсь, 5 yil ichida men safetyni o'sha logistikadan ketaman. Deb 5 yil oldin aytgandim. Kстати, это bывает вот logistikadan ketaman deb so'z berib, shu so'zning ustidan real chiqqan yigitlar iltimos kommentariyda yozinglar. Hurmat qilaman. Maslan hurmat qilaman. Я работаю, у меня вот всегда иногда бывает желание, сука, все, это последний день, мне надоело, я не хочу, вот стресса много, ты не спишь, все эти моменты, и ты такой, все, я ухожу с логистики. И, сука, возвращаешься. Да. O'zi menimcha hamma shu o'tgan gal aytganimizdek pakashtovga kelib turganda logistika hozir. Bir ikki oy ishlab turay, keyin boshqa ish topaman deganiga mana 4 yil bo'ldi menda. Safety department yo'q bo'lib ketmaydi. Ma'lum bir qismi yo'q bo'lib ketishi mumkin, avtomatizatsiya bo'lib ketishi mumkin, lekin misol negotiationga, ya'ni savdolashishga keladigan bo'lsak, mana misol страховка bo'lishi mumkin, sug'urta bo'lishi mumkin yoki brokerlar bilan gaplashadigan joylar bo'lishi mumkin. Shu joyda menimcha baribir AI hech qanaqa Inson faktori yo'q. Logistika sohasida insonni almashtirish juda qiyin. Menimcha bu shunday sohalardan biriki, bu yerda inson roli hali uzoq vaqt saqlanib qoladi. Albatta, avtopilot bor, trak o'zi yuradi deyish mumkin, lekin amalda bunday tizim butun mamlakat bo'ylab ishlashi uchun yetarli infratuzilma yo'q. Ayrim shtatlarda yoki ma'lum marshrutlarda bu sinov tariqasida bor, lekin milliy miqyosda hali yo'q. Amerikada temir yo'llar nisbatan kam. Shuning uchun asosiy yuk trak industriyasiga tushadi. Bu sohada esa aqlga sig'maydigan katta mablag'lar aylanadi. Haydovchi o'rniga to'liq robot qo'yish, menimcha yaqin 10-15 yil ichida bu amalga oshmaydi. Balki kelajakda bo'lishi mumkin, lekin hozir emas. Yaqin 5 yil ichida esa aniq emas. Shu bilan birga AI faqat logistikada emas, boshqa sohalarda ham katta vaqtni tejaydi va ko'p jarayonlarni avtomatlashtiradi. Unga maosh to'lash shart emas, u 24 ga 7 ishlaydi. Charchamaydi. Asosiysi elektr bor bo'lsa, kompyuter va kuchli texnika bo'lsa bo'ldi. Shunda tizim ishlaydi. Lekin kelasi 5 yilda asosiy o'zgarishlar texnologiyada emas, qonunchilikda bo'lishi mumkin. Menimcha trak industriyasiga oid yangi qonunlar ko'payadi va ularning hammasi ham kompaniyalar uchun qulay bo'lmaydi. Hozirning o'zida tendensiya ko'rinib turibdi. Qarorlar xavfsizlik uchun to'g'ri, lekin juda qattiq. Masalan, 5-6 yil yashagan insonni deportatsiya qilish. Balki unga nisbatan yengilroq chora ko'rish mumkin edi. Misol uchun, cheklash, maqomini bekor qilish, lekin qoldirish. Jamoat xavfsizligi nuqtai nazaridan bu to'g'ri qaror bo'lishi mumkin. Men ham uni ma'lum darajada to'g'ri deb hisoblayman, lekin baribir juda qattiq chora deb o'ylayman. Menimcha yaqin 5 yil ichida qonunlarda juda katta o'zgarishlar bo'ladi. 5 yil ichida shu
Jalol aytib o'tgandek, yangi regulationlar chiqadi, yangi har xil qonunlar albatta bo'ladi, o'sha hozir ko'rib chiqilyapti. Ayrimlari yoqmasligi mumkin bizga. Lekin mana safety managerlarning ishi yengillashadimi desangiz, yengillashadi deb o'ylayman. Chunki mana shu yangi texnologiyalar chiqyapti, oddiy misol DQFlarni mana oldin qilingan, to'g'rimi? Hamma yo'q manual bo'lgan, to'g'rimi? Drive'da saqlardingiz, to'g'rimi? Hozir New Era'ni ishlatamizmi? New Era Tenslit ishlatamiz. New Era'ni ishlatamiz-da. Emasda Tenslit ishlatamiz, to'g'rimi? Shunga Titan ham chiqib ketdi. O'sha New Era Titan'da qaysidir ma'noda ishimiz yengilladi, to'g'rimi? Hamma yo'q bitta joyda. Samsara ishlatamiz, Samsara ham ishimiz yengillatadi. Mana har xil improvementlar qiladi, har xil featurelar qo'shyapti. Qo'shishda davom etadi bu yog'iga ham. Shunga ishimiz yengillaydi deb o'ylayman. Mas'uliyat yanada ortadi. Bu aniq. Men yana bir fikr qo'shimcha qilmoqchiman. Bilaman, bu ko'pchilikka yoqmasligi mumkin, lekin men umid qilamanki, kelajakda track kompaniya ochish ancha qiyinlashadi. Bu men uchun og'riqli mavzu demayman, lekin rostdan ham meni bezovta qiladi. Nega desangiz, chunki bizning holatimizda kompaniyamizga 9 yil bo'ldi. Biz uni ko'z qorachig'idek asraymiz. Haydovchilar, dispetcherlar va boshqa bo'limlar bilan ishlaymiz. Xavfsizlikka, obro'ga va ish jarayonlariga jiddiy e'tibor beramiz. Lekin boshqa kompaniyalar ham bor. Ular 2 yillik tayyor kompaniyani sotib oladi, undan foydalanadi, safety ko'rsatkichlarini yomonlashtiradi, keyin esa tashlab yana boshqa kompaniya oladi. Shu tariqa kompaniyaning o'zi brend sifatidagi qadri pasayib boradi. Tushunyapsizlarmi? O'z brendingni yaratish uchun qancha vaqt va mehnat ketadi? Bu yillar davomida qilingan ish. Lekin ba'zilar bir kompaniyani ochadi, ishlatishadi, keyin yana boshqasini ochishadi. Ular sifat ustida ishlashmaydi. Kuchli mutaxassislarni yollamaydi, o'zini rivojlantirmaydi. Shunchaki foydalanadi va keyin tashlab ketadi. Bu birinchi avariya yoki birinchi inspeksiyagacha-da. Bitta ishkali chiqadi, bo'ldi, yo'q bo'ladida yana boshqa kompaniya. Shuning uchun trackvoy kompaniyalarga mana O'zbekistonda masalan bilib qoladi-yu baribir. Brokerlar xohlaysizmi, xohlamaysizmi, boshqa joyda o'tirganingiz ma'lum bir sabablarga ko'ra. Men bilmasligi ham mumkin, но o'sha O'zbekistondagi trackvoy kompaniyalarga e'tibor boshqacha. Biladi то, что ingliz tilimiz uncha zo'r bo'lmasligi mumkin. Biladi то, что biz xato qilamiz, biladi то, что biz aldaymiz. Mana shunaqa boshqa nima edi? Kompaniya ownerlari va menejerlari может быть, mana shu kompaniya logki ochib tez pul topaman deb shunaqa o'yinlar qilib tashlaganiga bilmadim. Shu narsaga nimadir agar qilishmasa yaxshilik olib kelmaydi. И чисто меня это очень сильно напрягает. Kompaniya egalari tavsiya desa ham bo'ladi. Shu ayniqsa shu kompaniya egalariga shu safety departmentga yaxshiroq e'tibor berish kerak baribir. Sababi kompaniya egalari o'zi safetydan xabardor bo'lish kerak deb o'ylayman. Masalan, 100% o'sha safety ishini qilmasa, qanaqadir treyninglar olib, to'g'rimi, o'sha kartina он должен хотя бы понимать, да, вот basic knowledge bo'lishi kerak. Sababi mana o'zi misol carrier bo'lgan, u carrierga anaqa qilib beraman, o'sha accounting servisidan foydalanar edim o'sha carrier. Safety'siga qarash mening ishim emas. Baribir out of curiosity o'sha kirib ko'rganman, anaqa safety skorlarini ko'raman deb anaqa qilganman-da, o'sha tekshirib ko'rganman o'sha duty number bilan. U faqat Amazon qilar edi, o'sha 10 tadan oshgan, mana o'sha carrier hamda, masalan 10 tadan oshgan, oboroti yaxshi ketyapti. O'sha owner o'zi umuman safetydan xabari bo'lmagan, outsource qilgan safetyni. Ko'rganman, violationlar, bir qancha violationlar bo'lgan, o'sha unsafe drivingda ham, driver fitness tomonidan ham. Endi bilamiz, unsafe drivingni yo'llari bor, tushirsa bo'ladi. Shunaqa maslahat berganman. Qara, unsafe drivinging baland, ertaga Amazonni yopadi. degan desam, u nima degan? Yo'q, bolalar qarayapti, o'sha outsource kimgadir bergan, bolalar qarayapti degan. Nima bo'ldi? Keyingi oy yopdi. Endi mana o'sha imенно necha foizligini ko'rsatmaydi, no baribir mana shuning ichidamiz, примерно bilamiz, o'sha necha foiz
adashmasam boyanaqa thresholdlarni anaqa aytib o'tmadik, to'g'rimi? Да, кстати, насчет этого я хотел кое-что добавить. Новые, даже в Амазоне, те, кто работает с Амазонами, ребята, прочитайте нововведение, по-моему, с февраля 2026 года, они будут проверять driver violations. Например, будет определенный другой метрик, даже у нас Basic есть, да? Unsafe driving, наш national threshold, это минимум средний, получается, over national score, это 65. В Амазоне, по-моему, 60. Amazonda 60, endi unsafe driving bo'yicha. Amazonda 60, 60dan oshib ketsa, bordinglarni yopib yotadi-yu. Hozir o'sha narsa yana o'zgaryapti. Biz stavka qo'yib qo'yamiz, o'zinglar uchun ma'lumot uchun ko'rib chiqasizlar. 2026-yil fevraldan уже mana safety departamentiga muhtoj yanada oshadi. Chunki o'sha MC sotib olish baribir yoqmaydi, yo bu yoqda dedik, no iloji bormi bu narsa ham dешевый-da. Baribir bilmadim men qancha 20-25 ming bordir bitta MC Amazoni bor. Bu ham dешевый narsa, kompaniyalar уже baribir almashtiruvdan charchashi mumkin, to'g'rimi qachondir. Deb almashtirish iloji bo'lmasligi mumkin. Bor Amazonini yoki bizga o'xshab to'g'ri ishlaydigan kompaniyalar bor Amazonini saqlab qolish uchun safetyga yanada urg'u berish kerak bo'ladi. Agar kerak bo'lsa o'sha Amazon ochish uchun bir ikkita safety score'ga yopilganlarni ochish uchun yordam kerak bo'lsa, bo'yicha yordam berishimiz mumkin. Servis bor. Da o'sha ownerlar bari bilish kerak, safetydan xabari bo'lish kerak. Mana o'sha kompaniya yopildi, boshqa kompaniya oldi, boshqa Amazon oldi, sotib oldi, aktiv bordi bor. Bularni 20-25 mingga oldi adashmasam. No, mana shuni easily oldin olsa bo'lar edi. Mana shuni avoid qilsa bo'lar edi. Bu kompaniya egalariga edi-da, ikkinchi anaqa murojaatim shu safety managerlarga mana. Mana biz kelamiz, boya anaqani boshida berdik-ku, mana shunaqa podkast boshida nimadan ishimiz bor. Safety managerlar ishini nimadan boshlaydi dedi. Kelamiz, portalga kiramiz, o'sha inspeksionlarni tekshiramiz, to'g'rimi? O'sha oxirgi 24 soat ichida inspection oldikmi, olmadikmi? Endi olsak Telegramda mana tag bo'lamiz, Telegramda ko'ramiz, driverlar o'sha examination inspection report tashlaydi dedi-ku. Lekin shunaqa holatlar bo'ladi, driverlar tashashmaydi. Crash bo'lsa ham bilmay qolishi. Chunki biladi, o'sha violation olgan bo'lsa biladi, o'sha kompaniya charge qiladi, hozir haydab yuborish mumkin. Haydab yuborish mumkin deb o'ylashadi, hech qanday bilmaydi deb o'ylashadi. No, bu narsa bari portalda ko'rinadi. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin ba'zida bir kun, ba'zida 2 kun, ba'zida vaqti bir haftadan keyin chiqadi. Xullas, mana shu narsani tekshirmaydigan kompaniyalar ham bor ekan. O'shalar mana nomini aytmayman, O'zbekistondagi eng katta kompaniyalardan bittasida. Qanaqa qilib o'tkazib yuborishgan bilmadim. To'g'ri, ularda mana 3 ta MC'si bor. Ko'proq informatsiya bilsangiz, odamlar tushunyapti, qaysi kompaniya haqida gapirayotganingizni. Shunaqa bor. Qayerdan bildim tekshirmasligini? Mana o'sha driveri violation olgan, speeding violation olgan. O'sha violationni Photoshop qilib anaqa tashlagan, gruppaga tashlagan. Biladi, speeding violation bilmadim, $1000, $1,500 charge qilsa kerak. Charge bo'lishini bilib, Photoshop qilib gruppaga tashlab yuborgan, o'sha driver charge bo'lmadi. O'tkazib yuborishgan lekin. Portaldan qarashmagan. Ну, это да, но driver тоже хитренький, значит. O'shani oldini olish kerak, to'g'rimi? O'shani oldini ol. Ну, portal portalda ko'rinadi-yu baribir, to'g'rimi? Portalda уже ko'rinadi, ko'ringandan keyin sayt ishini berganmi, bermaganmi, o'shani ham ko'rsatadi-yu. Berganmi? 3 ta monitori bo'lsa deydi-ku. Chap to'g'ri monitorda portal bo'lsin, to'g'rimi? Mana bu yerda mana insurance bilan email bo'lsin. Mana bu yerda там японский сад, спокойная музыка и Telegram. Вы понимаете? Вот уже портал уже любой. Ну, хазар, конечно, портал у каждого сейфти должен быть открыт. Да, нужен VPN, чтобы он работал, но в целом портал должен быть у любого сейфти открыт, потому что ты читаешь violation, берешь коды и проверяешь, можно ли это вообще исправить, вообще что это за violation, водителю нужно писать там warning letter, то, чтобы он это не делал, как это обойти, бла-бла-бла. Но у тебя вот этот портал должен быть всегда открыт. И уж из aytganda qanaqa ko'rmay qolgan bilmadim, но может pортал bilan ishlashmas. Shu narsaga e'tiborliroq bo'lish kerak bor. Endi balki ularda 3 ta 4 ta MC'si bor. Balki. Sababdan bo'lishi ham mumkin. No, o'sha 3-chi, 4-chi MC'lar nimaga sotib olingan yoki nimaga ochilgan? Birinchisida muammo bo'lgani uchun, to'g'rimi? To'g'ri. Ikkinchilarda ham xuddi shu narsa takrorlanadi. Shu sababdan e'tiborliroq bo'lish kerak yanada. Ownerlar o'shani nazorat qilish kerak baribir. To'g'ri. Ownerda baribir. Owner o'zi bilishi kerak.
Shunda keyingi savolimga men уже javob olib bo'ldim desa bo'ladi. Nimaga? Chunki sizlarni xulosalarga xulosa olib men tushundimki, safety bu xarajat emas, bu investitsiya. To'g'rimi? O'shanga safetyga pul ayamanglar, ko'proq oylik beringlar. Ya hazil. Albatta, safety department va bu juda muhim va katta rol o'ynaydigan investitsiya. Hozir podkastimiz yakuniga yetganda nima desa bo'ladi? O'ylaymizki, biz sal bo'lsa ham tushuncha berib, ochiq oydinlik kiritdik safety department ishiga.